bo'qoq, zo'b agar sizni bezovta qiladigan bo'lsa, bu bekorga emas. Aynan sizni bo'yin sohangiz qisqarib, ko'krak qafasingiz yopiq holatda. O'zingiz bilmagan holatda albatta qomatda ozgina o'zgarishlar bor. Va mana shu zonada sizda yopiqliklar, zajim bor va buni natijasida qon aylanishi buzilgan va undan tashqari suyuqliklar aylanishi ham, ya'ni limfa sistemasi ham yopiq holatda. Shu tufayli yopiq joyda, turg'unlik bor joyda xuddi ko'ldagi sasishlar, turib qolishlar, balchiqqa aylanish holatlari bo'ladi. Xuddi shunaqa organizmimizda ham mana shu sohamizda shunaqa zastoy, turg'unlik paydo bo'ladi va sizni bo'qoq, tomoq og'rig'i bezovta qiladi. Aynan mana shu sohada. Ko'krak sohasiga keladigan bo'lsak, ko'krak osilishni boshlaydi va balkim oramizda bordir mastopatiya, bezovta qiladigan, aynan ko'krak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar. Bular ham bekorga emas, bular ham zastoy, ya'ni ko'krak qafasi yopiqligidan dalolat. Agar sizni shunaqa kasallik bezovta qiladigan bo'lsa, sababi sizni ko'krak qafasingiz yopiq, ozgina ko'raklaringiz ham mana shunaqa oldinga ketgan holatda va limfa yaxshi aylanmaydi. Limfa yaxshi aylanish uchun odam mashq qilish kerak, ko'krak qafasini ochish kerak. Ko'pchilikda hozir mana bunaqa holat. Bu tashqi tomondan ozgina xunukroq ko'rinishi mumkin, lekin ichkarida nima bo'lyapti, tushunyapsizmi? Ichkarida ichki organlar o'z faoliyatini qiynalib bajaryapti degani. Sizni ozgina mana shunaqa bo'yin oldinga ketishi va mana bu yerda holka ko'rinishi mumkin, lekin ichki organlar ham qiynalib, yopiqlikda ishlayapti. Bo'yin uzun, ko'krak qafasi yopiq holatdan ochilishi kerak. Hammasi joy-joyiga tushishi kerak, diafragmalar ishga tushishi kerak va shunda qo'rg'alar mana bunaqa yopib qo'ymaydi, bosib qo'ymaydi ichki organlarni. Agar sizda matkapusheniya, umuman ichki organlar bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lsa, masalan, oshqozoningiz og'rir, demak, bu yerda bir gap bor, sizni qomatingizda o'zgarishlar bor, osankangizda muammo albatta bor, chunki mana bu qovurg'alar yopib qo'yadi, bosib oladi, xuddi ichki organlaringiz ustida tonna yuk turgandek zo'rg'a harakat qiladi, o'z faoliyatini bajaradi. Lekin nima qilamiz? Dori, darmon, nimadirlardan umid kutamiz, lecheniyalardan umid kutamiz, lekin kasallikni simptomlarini siz yo'qotib turishingiz mumkin vaqtincha dori darmonlar bilan, yana nimadirlar qilib, lekin asl sababini unaqa yo'qota olmaysiz. Asl sababini yo'qotish uchun tana bilan shug'ullanish kerak, yopiqliklarni ochish kerak, ko'krak qafasini ochish kerak, diafragmalarni ishga tushirish kerak. Ichki organlar diafragma ishlaganda har bir nafas olganingizda ichki organlaringiz xuddi massaj olayotgandek har bir nafasingizdan mazza qiladi. Tushunyapsizmi? Mana bunaqa nafas olish esa yuqorida nafas olish, mana bu zonalarda nafas olish yaxshilikka olib kelmaydi. Biz to'g'ri nafas olishni unutib qo'yganmiz va gastritni ham davolab, dorilar ichib yurish mumkin, lekin mana bu yopiqlikni ochib yuborilsa, xuddi arudan toshlarni olib tashlagandek, musorlarni olib tashlagandek yo'llar ochiladi va mazza qilib oshqozon ham o'z faoliyatini bajaradi. Nafaqat oshqozon, butun ichki organlar, ichinglar ham hatto. Zapordan siz yillab qiynalib, dorilardan umid qilib, har xil mahsulotlar ichib ko'rib, yeb ko'rib, hamma narsa qilishingiz mumkin, lekin zaporni ham 1-2 kunda umuman qutulish mumkin zapordan. Ichi faoliyat eng ko'p limfa sistemamizda eng ko'p joylashgan zona bu ichaklar hisoblanadi. Aynan mana shu ichaklarda zapor agar bo'layotgan bo'lsa, qabziyat. Bu degani yaxshi emas, limfani eng chiqib ketadigan oxirgi yo'laklari yopiq degani va sizni zapor bezovta qiladi. Zapor bu siz uchun toksinlar nima deydi? O'zingizga o'zingiz
singyapti o'zingizga o'sha toksinlar, chiqindilar, o'zingizga o'zingiz zarar yetkazyapsiz o'sha chiqindilar bilan. Uni tez chiqindilar, toksinlar chiqib sirkulyatsiya bo'lishi kerak. Lekin bizaga asosan qorin, osilib qolgan baqbaqalar, xo'lkalar ko'rinadi, lekin uni tagida juda ham katta muammolar yotibdi ichki organlarda. Agar masalan siz boshingiz og'riyotgan bo'lsa, siz tabletkalar ichishingiz mumkin, yana nimadir davleniyalardan qiynalishingiz mumkin, lekin mana bu yerdagi yopiq bo'yin sohangiz haqida umuman o'ylamaysiz. Bu yerda qon yaxshi tepaga, tepadan pastga o'ta olmayapti. Yopiq. Uni to'g'irlanilsa, joy-joyiga qo'yilsa, qon yaxshi aylanishni boshlaydi. Bosh og'riqlar, migren, davleniyalar sizni bezovta qilmaydi. O'shaning uchun kasalliklarni, simptomlarini emas, uni keltirib chiqaradigan sabablarni yo'qotsangiz, sog'lom, yosh, go'zal bo'lib yurishingiz mumkin. Chiroyli bo'lib, qomatliga erishib, sog'lomlashish orqali. Agar sog'lomlashish orqali, ichki organlarimizga yordam berish orqali yosharmoqchi bo'lsangiz, yuzda tabiiy va chiroyli qomatga erishmoqchi bo'lsangiz, qisqa muddatda oson yo'llar bilan turmush tarzimizni o'zgartirgan holatda, odatlarimizni o'zgartirgan holatda 21 kunlik sayohatga men bilan chiqmoqchi bo'lsangiz, unda 26-yanvar kuni boshlanayotgan marafonimga taklif qilaman. Yangilangan Asanka marafonim. Bu yerda barcha diqqat e'tiborimizni o'zimizga qaratamiz va qisqa muddatda qanaqa zo'r natijalarga erishish mumkinligini isbotlaymiz. Ozgina sanoqli kunlar qoldi. O'z joyingizni egallashga ulgurib qoling. Pastda sizga silka qoldiraman. Adminimdan savollaringizga javob olishingiz mumkin, konsultatsiya olishingiz mumkin va marafonda birga ishlash sizlar bilan nasib qilsin. Ko'rishguncha.